Vatniyda madaniyatdan 2 xonali uy so'raganlarga bu video jo'natib berasizlar. Assalomu alaykum. Aytib o'tganimizdek, Vatniy madaniyatda lokatsiya juda ham zo'r joyda 2 xona 3 xona qilingan kvartiramiz birinchi etajda sotuvga qo'yildi. Bu zal qismi. Remontlarimiz kosmetika. Oyoq taglar laminat ekan. Isitish отопление orqali balkoniga chiqdik. 6 metrli balkon bo'ladi unda, bilasizlar. Mana parovoy отопленияsi. Romlarga akvaplast qilingan, rishotkalari bor. Verandaga oshxonani olib chiqib olishgan. Yaxshi holatda, bemalol kelib yashasa bo'ladigan. Xo'p, undan keyingi xonalarimiz. Bunda o'zingizlar yaxshi bilasizlar, hojatxonasi bilan sanuzel alohida bo'ladi. Aristoni bor. Bu joyda Aristondan tashqari qolgan hamma jihozlar chiqib ketar ekan. Mana ko'rishingiz mumkin. Holatlari aytib o'tganimizdek, kosmetika yaxshi. Kirib yashasa bo'ladi. Eshiklarga ham defeshik olib qo'yishgan ekan. Xo'p, undan keyingi xottalarimiz uchun yotoqxona. Mana ko'ringlar. Bu yotoqxonamizda ham rishotkalari bor. Konditsioner bor. Konditsioner ham qolsa kerak. Mana kelishiladi. Yemini kladovkasi ham bor. Kattagina. Bu raqamlarga qo'ng'iroq qilinglar, narxini kelishamiz. Joy narxida qilib beramiz, xudo xolasa.